Assalomu alaykum. Xorazm Lider YouTube kanalımızda abunachilari. Bugun sizlarga 84 metr kvadratda joylashgan noturar binoni qo'yib beramiz. Video aytib, xudo xolasa ko'rasizlar. Dekkan bozorni dekanida 5 blok payına ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Parkovka zonalarini ega bo'ladi. Bemalol shu yerdan giriladi va mashinalarni qo'yaverasizlar. Bizning sotib chiqqan dukanimiz Risolat dükkanının yanındaki birinchi blok bo'ladi. İkinci etajında yine shu yerda joylashgan aziz do'stlar. 84 metr kvadrat polni xonalari hozir bo'lingan ekan, o'quv markazida bo'lib ishlab turgan ekan, arendasiya ham tayyor. Lekin aziz do'stlar, sizlar olib turib, salon ochaman qizlar saloni yoki bo'lmasa bemalol gelin go'ynak dükkanı qilaman desangizlar ham muammosi yo'q. Avvalla berla bilasizlar, shunday bo'lib ishlab kelayotgan. Bundan tashqari har xil turdagi do'konlarning o'zingizning biznesingiz bor. O'shada o'zingiz danishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu danishlaringizga yo'l qo'ysangizlar ham bo'ladi. Balkim sklass sifatida foydalanish uchun ham menga kerak desangizlar ham vajlaringizni ko'p qo'ysangizlar ham bo'ladi. Lekin aylanib turgan tochka, hozir arendatsiya ham bor ekan, tayyor. Lekin aziz do'stlar, egasi sotib olib qo'yatir. Dokument hamma hujjatlari tayyor. To'g'ri nomingizga o'tadi notariusda. Hech qanday muammosi yo'q. Arendini bildingizlar, bu yanimizda yana katta yo'l, yanimizda yana toza yana Firuska do'konlari, arem tarafda hozir toza ochilgan do'konlar, lokatsiyasini umuman gap yo'q. Marshrutkalar ham kelib ketadi. Odamlar ko'p gavjum bo'ladi. Endi bozor yana bo'lgandan keyin shunday. Shuncha ko'rasizlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, ekrandagi telefonlarga telefon qilib, savdolashib olaverasizlar. Narx ham zo'r narxlarda do'stlar, arzon chiqdi. Lekin agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishtirib savdolashib olaverasizlar. Savdo ishi. Sabonlar bu hidrolikimizni tadbirkor og'alarimizga, opa-singillarimizga yuborib qo'ysangizlar bo'ladi. Shu yerdagi do'konimiz va ichini ko'rsatib o'tiribmiz. Hozir ilik turibdi ekan, biz endi sal kechroq keldik. Shuning uchun kelasizlar, o'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. Sabonlar.